Uzum marketda reklama sotuvli bo'ladimi? Shu kungacha o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, 2 yildan oshiq vaqt davomida biror marta reklamaga pul sarflamadik. Nima uchun? Hali raqobat o'zimda kuchli emas, balki o'zimni o'zi marketingga sarflayotgan pul orqali va ularni olib kelayotgan auditoriyasiga shunchaki siz eng kerakli instrumentlarni qo'llagan holda to'pga chiqarib sotuvlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hali O'zbekiston sharoitida pulli reklamalarga ehtiyoj umuman yo'q. Agar siz brendni tanitmoqchi bo'lsangiz yoki brendingiz bannerlarda, televideniyada chiqishni xohlasangiz, undagina siz pul sarflashingiz mumkin. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, bor mahsulotingizni sotuvlarni oshirmoqchi bo'lsangiz, faqatgina eng kerakli fishka. Bulardan bittasi kalit so'zlardan to'g'ri foydalanish, rasmdan to'g'ri foydalanish va to'g'ri omborga jo'natish orqali siz sotuvlaringizni hech qanday reklamalarsiz bemalol amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi.